Assalomu alaykum Ixtiyor aka. Sog'ligingiz yaxshimi? Xabaringiz bor, shu eski nishonlilar har juma ehson chiqarishda bir yo'lga qo'ygan. Mana shu kun bir ukamiz, eski nishonli ukamiz musofir yurtlardan ishlab, mehnat qilib, yaxshi kunlarga bir Gentra mashinasini olibdi. Yaxshi kunlarga minay deb. Shu qilayotgan ishini barakasi uchun, mana shu mashinalarni yaxshi kunlarga shu minish uchun aka bir duo bering. Hazrat Dod pirlarga bir duo bering. Hazrat Dodlaringiz yaxshi ona bo'lsin. Mashina mashinamni yuraydi, meni yursin. Duo qiling. Amin. Alloh akbar. Shu yaxshi kunlar kelaylik qisqasi Xitoyga. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Amin. Alloh akbar. Mayli xola, yaxshi kunlaringizga kelaylik. Sog' bo'ling. Lekin qilgancha shu mashinalarni sog' salomatgina bilan to'ylar qilinglar. Mashinalar xizmat qilsin. Siz bir bergamchilar sizlarga ming bo'lsin. Mana bu hafta ham shu juma kunida, juma sanasida keldik, yo'qlab, mana shu musofirlar shu yangi mashina olgan ekan, niyat qilib, shuni yo'lida bir ehson chiqaribdi, bir duo berasizlar. Ziyoratlarga borsin, Hazrat Dodga borsin, Hazrat Bashirga borsin, Langaratalarga borsin, jamiki aziz avliyolarga borib safari bexatar bo'lsin, ishlariga omad bersin, bolalarning boshiga bosh bersin, doim shu ehson yo'lida ehson qilayotganiga insonlar Alloh qabul qilsin, martabasi ulug' bo'lsin, davlati ziyada bo'lsin. Undan ham pullari ko'payib, elning ustida yursin, omadlarini bersin. Amin. Allohu akbar. Yaxshi kunlaringizga kelaylik, mayli xo'p, sog' bo'lingizlar xo'p. Taki ehsonlarni ham mana bu Oybek ko'chasiga ham keldik. Shu ko'chaga tarqatamiz. Navbatdagi bugungi ehsonimizni mana G'ofurg'ulom ko'chada 3 ta xonadon bor, shu yerga tarqatamiz. Navbatdagi ko'chamiz Nodira Begim ko'chasida xabarlar bor, 2 ta xonadon bor. Mana shu xonadon keyin Amir akani uyiga boramiz. Mana shu yerda, mana shu uyga. Bugun mana Nodira Begim ko'chagacha 5 xalta ehson tarqatdik. Yana 5 xaltani ham 2 xaltasini bu yoqqa, 3 xaltasini G'ofurg'ulom ko'chaga tarqatamiz. Amin. Alloh akbar. Mayli xola, yaxshi kunlar kelaylik, xo'p, sog' bo'linglar. Boshingiz toshdan bo'lsin. Allohim nima niyatlaringiz yaxshi joylardan kelinglar oling. O'g'il qizlar ko'p bo'lsin. Siz avlod farzand bo'lingizlar, xizmatkorlaringiz bo'lsin. Allohim bundan-da ziyoda qilib hamma birga o'zi qo'llab-quvvatlasin. Amin. Alloh akbar. Ey opa, yaxshi kunlar kelaylik. Nima opa uydami ekan? Bu yoqqa ham berib ketadi. Ha, shu yoqqa. Hurmatli eski nishonlilar, bugungi mana shu ehsonda video qilishimdan sabab mana shu ukamiz ham oldingi videolarimizni ko'rib, yuragida ehson tutgan ekan. Nasib yangi mashina olsam, mana shu Ilbek akam bilan qo'shilib, kam ta'minlangan oilalarga, nogironi bor oilalarga borib, nishonga borgan kunim ehson tarqataman deb 10 ta xonadonni topib bering. Aka 10 ta xonadonga bir qo'ldan kelgan imkonim yetgan ehsonni beray deb shu kun ehsonni tarqatdik. Bu ko'z-ko'z qilish, maqtanish emas. Qolganlarga bir o'rnak bo'lish uchun mana shu videoni qildik. To'g'ri tushunasizlar. Uka kel, men bu yoqqa ham olib kelgan. Nasib bo'lsin. Biringga ming bersin Xudojon. Yo'ling ochiq ravon bo'lsin. Topganing yo'lga buyursin, topgan pullaring bundan ko'rsin. Iloyim Xudoning o'zi biringga ming berib bizga olib ketsam, nima qilsam, Xudo senga biringga ming bersin. Amin. Allohu akbar. Endi bugungi shu video lavhamiz ham shu qolgan yoshlarimizga, mana shu ukamizdan shu o'rnak bo'lib, mana shunday bir sal bir qiynalib qolgan oilalarga shunday